qachon endoskopik, ya'ni operativ xirurgik aralashuv zarur umurtqa pog'onasi grijalarida va qachon konservativ yoki boshqa muolajalar kerak bo'ladi? Men nevropatolog, neyrofiziolog. Va men travmatolog, ortoped, vertebrolog. Men nevropatolog, neyrofiziolog. Hozirgi kunda bir qancha nevrologik kasalliklarni davolash bilan shug'ullanaman. Shu bilan bir qatorda umurtqa pog'onasi grijalari bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Aynan biz umurtqa pog'onasi grijalarini konservativ hamda fizioterapevtik muolajalar bilan davolab kelmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda bemorlarga maxsus mashqlar orqali ularni dardiga shifo topib kelmoqdamiz. Va men travmatolog, ortoped, vertebrolog. Umurtqa pog'onasi muammolari, umurtqa pog'onasi disk grijasi yoki stenozni hozirgi zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tez va sifatli endoskop yordamida operativ muolajalarni bajarib kelmoqdamiz. Mana shu joyda qiziq savol vujudga keladi. Ya'ni mana siz hozirgi kunda zamonaviy endoskopiya usuli orqali umurtqa pog'onasi grijalarini bartaraf etyapsiz va biz konservativ yo'llar bilan bemorlarga yordam berib kelyapmiz. Va juda ham ko'plab bemorlar sizga ham, menga ham savollar yuborishadi. Chunki biz gaplashganimizda bo'lishamiz-ku savollarimizni. Va qachon endoskopik, ya'ni operativ xirurgik aralashuv zarur umurtqa pog'onasi grijalarida va qachon konservativ yoki boshqa muolajalar kerak bo'ladi? Keling shu to'g'risida birgalikda keyingi videolarimizda batafsil ma'lumotlar berib o'tsak.